Assalomu alaykum qadrli chorva ishqibozlari. Mana biz bugungi videomizda ikkita buqamiz. Shved. Qirg'iziston shvedi. Mana jupiga. Yeb ichlarida muammo yo'q. Xudo xolasa ishonchli, chiroyli. Rosa boqadigan holatga keldi. Pul zarur bo'lgani uchun bu buqalarni sotyapmiz. Jupiga. Rosa ikkovini bog'lab qo'yib boqadigan xonasi mana. Kimga shunaqa boqma buqalar kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Yeb ichishdan xudo xolasa muammosi yo'q. Toza Qirg'iziston shved buqalarini boqaman degan akalarga mana o'zimiz dehqonlardan buqalarimiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin.